Salom hammaga do'stlar. Biz hozir tezda Get Ready with Me qilamiz. Telefonda o'zi aniqlab beradi biz qayerga Get Ready with Me qilishimizni. Xo'p, hozir qani kim bilan qaysi o'rtaq, ya'ni o'rtag'im bilan ko'ramiz nimaga borishdi, nimaga televizor qilishdi. Hip hop degan tanlaymiz, kiyim tanlaymiz. Qaysi bir yoqdi menga? Menga hammasi yoqyapti, faqat sal yaxshiroqlari pulga ekan, qimmat ekan. Xullas bir qarorga kelib, shunigami, bunikigami, yo'q bunikigami yoki bunikigami deb rosa o'ylandim. Kimlar bilan bo'lsa uncha muammo bo'lmaydi. Bu yubka ekan, adashibman, uzr. Men buni uzoqdan şimdi bo'ylabman. Ammo shu ham yaxshi ekan, kiyimga emas. Shuni tanladim, krossovkada oyoq kiyimdan. Diding yo'q demanglar, lekin yo'q demanglar, chunki men birinchi marta hip hopga Get Ready with Me qilyapman. Kepka kiyim dedim. Keyin nima taqiykin desam, hamma narsa pulga ekan, hamma dedimda. Shuni qilsam bo'lmas ekan dedimda. Shabba kirdimda. Shu ham chiroyli ekan. Pomadadan shuni qo'yaman dedim. Ko'zim ko'k linzalar bilan qopladim. Qizil narsa surganim betimga pudrani. Kiprigim shunaqa uzun tursin. Ko'zim qip-qora. Mana bu